Bir odamniki yaxshiligini ko'rgan vaqtimizda va yoki bir ortiqchilikni ko'rgan vaqtimizda u odamni maqtash, u odamni o'z sifatini muayyanlashtirish bizning payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning axloqining qatorida. Bir urushda payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam qalqini yo'q bir sahobaga qalqinni berdi. Birdan deginga qarasa, u sahoba yana qalqin yo'q. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam u sahobadan so'raydi: "Ey palani, men bergan qalqin qani?" deydi. Bu sahoba: "Ey Rasululloh, palaning qalqini yo'qken, men uningga berdim" deydi. Bu sahobaniki nihoyat bir vafodor do'st ekanligini ko'rgan payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam: "Sen haqiqatan palani duo qilgandek, ya'ni planiki duosida bir tiligandek do'st ekansan" deb u odamni maqtaydi. Ya'ni u odam nima deb tilagan? "Ey Alloh, menga meni o'zining jendimni yaxshi ko'radigan bir do'st ato qilsizlar" deb tilagan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam dal o'sha odamning duosidagidek haqiqiy do'st sen ekansan deb u sahobani maqtaydi va shundaqlar muayyanlashtirdi. Shuning uchun atrofimizda bir fazilati va ortiqchilik va kishini ko'rgan vaqtimizda u odamning ortiqchiligini tutib turib, uning yaxshiligini ko'zatib turib, sen haqiqatan bir yaxshi odam ekansan, dunyoda yaxshi odam tugab qolmabdi, sen oliyjanob inson ekansan, sendan haqiqatan o'rganishga arziydi ekan, sening irodang chinkan, voyki sen tirishchan ekan deganga o'xshagan ko'zimiz ko'rgan ortiqchilikni tilga ilib turib, uni maqtash payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning sunnati.